hozir yana bir nima deb qo'yay, men bu Amerikada bu qonunlar emas hozir. Amerika Davlat Majlisida hozir Uyg'urlarga bevosita munosabatlik sunilgan 7 qonun loyihasi bor. Ha, 7 qonun. 7 qonun. Uyg'urlarga vositali qoldi munosabatlik bo'lgan 12 qonun bor, qonun loyihasi bor. Maşallah resmi. Ha. Yani bu Uygur Mecburiyet Emgek Kanunu qabul qilinib bo'lgan buning sirtidiki shunami? Yo'q, u qanday qabul qilinib bo'ldi? Bu qonunlar hozir Amerika Davlat Majlisiga sunilgan, yangidan sunilgan qonunlar. Mana biz bularning hammasini kecha kunduz qo'g'lab yurimiz, shu kongressmenlar bilan ko'rishib, mana shu Amerika Davlat Majlisiga sunilgan qonun 19 qonun loyihasi shu nima buning ichida. Albatta bu Uyg'ur siyosiy qonuni, mana 19 qonun loyihasi bor. Buningki o'sha 7si Uyg'urlar bilan bevosita munosabatlik, qolgan 12si vositali holda Uyg'urlarga munosabatlik. Bu Uyg'urlar masalasi Amerika Davlat Majlisida Alloh buyursa kuchli bir qo'llash nimasiga ega. Bu ham qarindishimizning savoliga bundoq javob berdik, lekin Uyg'ur masalasi kelgan chog'da bizga yordam qilamiz shu chog'da deganiga, balki u chog'da Amerikaning manfaatimi shuni taqozo qilishi mumkin. Yana birsi, men shuni bir oxirida bu muhim masala. Biz voy Amerika bizni qutqizdi, Amerika bizga undaq Amerikaga berilib ketmaymiz. Amerika'nın albatta bizga hissaslik bildirdi, nima qiladi. Biz shu mangsak, ularni qoyil qilsak, albatta bir nimalarni qilza olamiz Amerika. Bu dunyoda isbotlangan nima? Amerika siyosatchilarini biz qoyil qila olsak, Amerika siyosatchilarini shu Sharq Turkistonga, Uyg'urlarga yordam qilish Amerikaning bu manfaatiga, milliy bexatarlik manfaatiga, milliy manfaatiga uyg'un keldi deb shuni qoyil qila olsak, balki u chog'da texmi uchuq bizga yordam berishi mumkin va biz shuni tirashyapmiz, chunki har millatningki biz undan o'ylab qolmaylik, har millatning o'zining milliy manfaati bor. Milliy manfaati qaysining uyg'un kelsa, mening boyam degan gaplarning hammasi shuning asosida. Milliy manfaatiga uyg'un kelsa bizga yordam qiladi. Uygun kelmaydi chog'da kelmaydi. Uygun keltirish siyosatchilarning davoni ilib berayotgan insonlarning ashunda insonlarimiz bo'sti kashki. Ashunda insonlarningki qobiliyati qarashlar. Amerika davlatlarni shu Uyg'ur masalasini ularningki manfaatlariga Xitoy qarshi nimasida ularning manfaatlariga uyg'un ekanligini ashundan qoyil qilsa, texmi chapsaroq o'zimizniki maqsadiga erisha olamiz. Burun nurg'un qitim Erkin Akram bizningki strategist Erkin Akram deb o'tgan, aqlli bo'lishimiz kerak, aql bilan emalaymiz deb. Shu aqlli bo'lishimiz kerak, aqlli insonlar chiqishi kerak, tashkilotlar bir-biri bilan hamkorlashib ishlash kerak. Davomizning bir bo'lganligini, albatta shu demokratlar bilan cumhuriyetçiler birleşip shunda qonunlarni chiqara olsa, Uyg'urlarmi bir-biri bilan birleşip o'zining millatini erkinlik chiqarish uchun bir harakat qila oladi. Shuni biz bu yerdan bir ilhom etishimiz kerak. Rahmat. To'g'ri deysiz.